Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Salfarat efendi bo'lamdi. Ha, shu. Men bu nimada Amerikadan telefon qilyapman, Washingtondan. Ha. Erkin Asiya radiosining muxbiri. Anlasak, siz mishadi bir restoranninki xo'jayin ekansiz. Shundaqmi? Yo'q, u Bingvanni. Ya Bingvanniki. Mushu sizningki bu restoranda ishlagan bir bola mush 5-yil vaqasidan keyin g'oyib bo'lib ketibdi. Anlasak siz Pokistonlik ekansiz va bu oshxonaning xo'jayini ekansiz, bu bolani siz ishlatib ekansiz. Shunga sizdan bir uqib baqayli degan to'q. Mushu bolaninki bir ahvoli haqida nimalarni bilsiz siz? Hozir bormi, yo'qmi? Qayerda? U bola hozircha yo'q. Hozircha yo'q, hech qanday xabarisi yo'q. Shunda boshqa ahvolni hech qanday bilmaymiz. Mushu oshxonaning xo'jayini bo'lish sifatingiz bilan bir izlab soqchi organlarga berib boqmadingizmi? Son bari mesela badım. Nima deydi ular? Müşahede açıklığa vaktim ben bağmazma. Çıktıklarındaki onunki müşahede aşkanın açıklıkta o. 5-6 bala açıklıkta o. Ağanımız çıkıp buldu. Aşı çıkmakta şunu öyle. Amnesi durmağız deyip. Zapaklı bağlıdır. Şunu öyle yok. Kulüp getirmeye yatma şunu öyle habersi yok. Siz hükümetke baş tapşırırsınız o davamlıq. Baş tapşırgan bolğanken siz saqçığı berip, mening xizmatchim, mening qo'l ostimdagi odam yo'qolib ketdi degan chaqda sizga bir narsa deyish kerak ku bular. Hech qanday javob bermaymiz. Mayliqi biz bor adam yo'q. Yo'q deydi. Shuni yo'q bo'lganligi biz men bilmayman. Hech nima qilmadingmi? Bularning tutilgan vaqti 7-oyning 9-i deymi? 9mi 14mi? 9. Yo'qolib ketgan bola shu 5-iyul kuni shu sizning oshxonangizda ishlaganmi yoki shu sanchxona tarafda shu namoyish maydonida bormidi? Ya biz aşkan işte o bala işine gittim gel. Kulüp saldırmamız maçı günü var ya bunun için. Sırda adamlar var, mehmanlar var, ben kulüp sılıp vakıya boğalıkçı kulüp saldım ben aşağıda. Hamda bu silning oshxonadagi shu yerdagi 4 oshxonadan shu kuni 70dan oshiq odamni tutib ketibdi. Saqchilar. Sizningki xizmatchingiz bilan birga. Shundaqmi? To'g'ri. Masalan, Roshangul Palatmi shu kun tutilib ketdi-ku shu voqea yuz bergan kuni. Shu gapib berdi. Roshanguldan so'rab baxmadingizmi chiqqandan keyin sening bilan birga tutilib ketgan odamlar nerda, nay ketdi? Mening bu qo'l ostimda ishlayotgan Marabaning yo'lisining ismi nima edi sizning? Turg'unjon. Turg'unjon Vulqasim. Turg'unjon nerda? Turg'unjonni ko'rdingmi deb siz Roshangul Palatdan so'rab baxmadingizmi? Ayollar turma ketdi. Mushu degan adlar turma ketdi. Ishga so'qilmaydi. Ikkisi bilan birga bormagan. Tabii bir 2 kundak başladı. Nima Lidavan kastada 2 kundak baş 2 kundan keyin lari kutib uni tapam dedi. Ya'ni sizning bildiğiniz Turg'unjon Obulqasim Lidavan turmusida 2 kun turganligini bilsiz. Undan keyingisini bilmaysiz, shundaqmi? Hozir bu hamda Turg'unjonning ayol bolasi qanday kun kechiryapti? Xizmati yo'q. Arada men 700 kun o'rniga berman, men beryapman. Hozircha pulni balla bog'dagan pulni men beryapman. Bu berishingiz sizniki shu Turg'unjon bilan bo'lgan sizning ish to'xtamingizda tuzilgan to'xtam bo'yicha majburiyatingizni ado qilib beryapsizmi yoki insoniy nuqtadan yoki musulmonlik nuqtasidan? Hech qanday to'xtam, bizlarlik hech qanday to'xtam yo'q. Insoniy hamdardi biz inson emas, inson bo'lgan hamda o'xshash inson. Men bilmam, begunoh bo'lganligicha. Begunoh bo'lganligi uchun. Gunohgar bo'lgan bo'lsa, men mumkin emas, bo'lmaydim qara. Shuni desak bo'lamdi. Bu Salfarat Turg'unjon Obulqasimning gunohsiz ekanligi %100 ishindi desek bo'lamdi. Bu nima bilmas shu, so'lab qo'ygan tursam, u kunni öyle o. Ya'ni siz 5-iyul kuni Misharik Uyg'ur xizmatchilar shu voqealarga aralashib qolmasin deb so'rab qo'yganmidingiz? Shuni başımızga degan sir chiqmala. Hamma degan yanlışmaylar deb chiqdim, o'yga bag'otmay. Bilmay yetlar yetishtirib bisharatlarni deb shu. Boy degandek siz degandek bu ayolninki iqtisodiy ahvol yaxshi emas ekan. Hatto ayol bolasi hozir sizningki bergan yordamingiz bilan turibdi. Ularning bu yo'lishini, marhabaning yo'lishini surishti qilolmaydiganligi aniq. Bunda ahvolda siz buningdagi yana davomli buni bir surishti qilib aniqlab baqish planingiz, o'yingiz bormi yoki voz kechdingizmi? Butunlay umidni uzdingizmi? Endi buningki bormamsiz hukumatning qishiga. Hukumat kişinin manbasan bu maydanımız. Sadece bir maydanın oladigan yani gumon qildi, nima laqis bor, o diktator nima laqis qildi. Yaxshilik qilmada bikam aslilik bu ketsin deb o'ylayman. Endi siz bir Pokistonlik, bu yerda ishlayotgan bir chet ellik tijoratchi bo'lish sifatingiz bilan mushu voqealarni ko'rgan chaqda sizda qanday bir tuyg'u paydo bo'ldi? Mushu yoqda o'zingizning bir ko'z qarashini ifodalashni to'g'ri ko'ramsiz. Ya'ni 70 odamning tutib ketilishi, bir odamning yo'qolib ketishi, sizning berib so'rasangiz bir javob bermasligi sizda qanday ta'sir paydo qildi? Sizcha bu normal bir ahvolda tuyuldimi? Hayron qilishgan, boqmagan ishlikam. Tunji qatim biz 20 yildan shunday bo'lib ketdi. Ya'ni shuni hayron bo'lganda, hayron qilishgan dedim. Siz Pokiston tug'ilib o'sdingiz, qanday qilamiz bir demokratik bir davlat Pokiston. Pokistonda bo'lgan bo'lsa-mu, mushundaq bir odamning 3 yilgacha izdirik yo'qlab ketish ahvolini siz Pokistonda yashab ko'rdingizmi, oldingizmi?
Pakistan'da onda bakma. Hozir yalğız bu nimaning marhabaning yo'lishi emas. Mushundaqdan hozir 50 odam borda biz biladigan. Bir tijoratchi bo'lish sifatingiz bilan Jungo hukumatining manfaatini o'ylab turib beradigan bir taklif fikringiz yo'qmi? Jungo tarkib shunda tarkib bu odamni chiqon yo'qolib ketdi. Hayatma shuna bir javob uydagilar bir javob berish kerak. Endi javob berish kerak. Salfarat nihoyatda yaxshi tushuntirish berdingiz. Amsa rahmat. Ismim Shuhrat. Shuhrat G'ushur. Zo'r tepilsa telefon qilamiz. Sizga utuq tilaymiz. Rahmat sizga.